Sirdaryo viloyatining Boyovut tumani hokimligida jamiyat hayotida muhim ahamiyatga ega bo'lgan tadbir tashkil etildi. Unda mahalliy aholidan bir guruh nuroniylar ishtirok etishdi. Tadbir davomida yosh oila vakillari bilan oilaviy munosabatlar va ajrimlarning oldini olishga qaratilgan muloqot kun mavzusi bo'ldi. Mavzu bo'yicha batafsil muxbirimiz Boyovut tumanidan xabar beradi. Nuroniy jamg'armasi Sirdaryo viloyat bo'limi va Boyovut tumani hokimligi hamkorligida tashkil etilgan tadbir hududdagi ma'rifiy ishlar samaradorligiga hissa qo'shib kelayotgan keksa avlod vakillariga hurmat ko'rsatish bilan boshlandi. Mazkur tadbirda bir guruh nuroniylar taqdirlandi. O'zbekiston faxriylarining ijtimoiy faoliyatini qo'llab-quvvatlash Nuroniy jamg'armasi tomonidan tashakkurnomalar va tuman hokimligining sovg'alariga munosib ko'rilgan yosh ulug' faollar chindan ham e'tirofga munosib. Oilalarning mustahkamligi jamiyatning taraqqiyoti uchun asos sanaladiki, nuroniy otaxonlar, keksa onalarimiz milliy ma'naviyatimizni asrash, yoshlarni yot g'oyalardan himoya qilish, er-xotin munosabatlaridagi barqarorlikni ta'minlashda muhim targ'ibotchi katta kuchdir. Qayd etildiki, nuroniylar har bir mahalla, har bir oilaga kirib borishi, hayotiy tajriba asosida yosh oila sohibalariga nasihat berishi oila mustahkamligi uchun xizmat qilmoqda. So'zga chiquvchilar keksa avlod vakillarini jamiyat ishida faol bo'lishga chaqirdi. Tadbirning bevosita mantiqiy davomiga aylangan muloqot yosh oila vakillari bilan kechdi. Er-xotin munosabatlari, ota-onalik majburiyati haqida gap ketar ekan, afsuski oilaviy ajrimlar uchun ariza berayotgan yoshlarning ko'pchiligi farzandining ruhiy psixologik shikastlanishiga e'tibor bermayotganligi qayd etildi. Oilaviy hayot barqarorligi bu er-xotinning o'zaro munosabatlari bilan belgilanadi deyildi muloqotda. Oila jamiyatning asosiy bo'g'ini, oilalarning mustahkamligi jamiyatning gullab-yashnashiga va pirovard natijada davlatning rivojlanishiga asosdir. Demak, keksa avlod vakillarining muloqotida bo'lish har bir inson uchun muhimdir. Nuroniylarimiz, faollarimiz bilan birgalikda yig'ilish o'tkazildi. Bundan nuroniylarimizga yil davomida olib boriladigan, yoshlar bilan birgalikda olib boriladigan ishlar rejalashtirib olindi. Erta nikohni oldini olish, oilalarning mustahkamligini ta'minlash maqsadida rejalashtirib ishlar olib borildi. Shuning bilan birgalikda tumanimizdagi ajrim yoqasida turgan oila vakillari bilan birgalikda suhbatlar o'tkazdik. Ayrimlari yarashtirish choralari ko'rildi. Bugun Boyovut tumanida oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash komissiyasi tashkil etilgan bo'lib, mazkur komissiya tarkibida ish olib boruvchilar, mutasaddi tashkilot vakillari, psixologlar, hayot tajribasiga ega keksalar, diniy idora vakillari, notinch yosh oila, er-xotinlar bilan alohida xonalarda suhbatlashib, mavjud muammolarning asosini o'rgandi. Oilaviy ajrim uchun ariza bergan yoshlar, ajrim yoqasiga kelib qolgan nizoli oilalar bilan ishlash, muloqot qilish zarurki, jarayonda komissiya a'zolari va yoshlarning ochiq dildan suhbati uchun zamin yaratildi.